Qur'onchilar ko'tarib chiqqan e'tiqodiy va fiqhiy masalalar. Abdori Dr. Abdul Aziz rahmatulloh. Birinchi Qur'onchilar nazaridagi namoz. O'zlarini Qur'onchilar deb atab olgan bir toifa bor bo'lib, ular Qur'onga ishonamiz, Qur'onni tutamiz deydi. Haqiqatda ular anglamoqqa chiroyli bu so'zdan biz payg'ambar alayhisolamning hadislarini e'tirof qilmaymiz, ishonmaymiz, uni olmaymiz demoqchi. Bu o'p-o'ch ozg'unlikdir. Bu taifaning alohidaligi, asosiy prinsipi, hatto aqidasi payg'ambar alayhisolamning hadislarini inkor qilishdir. Ular bu aqidadan qat'iy voz kecholmaydi. Azroqla voz kechib qolsa, o'zining ayrim taifa bo'lib chiqishidagi asosini ag'dirgan, ya'ni o'zining putiga o'zi palta urgan bo'ladi. Hammamizga ma'lum, Qur'on Karim namoz, ro'za, zakot qatorliq asosli ibodatlarning tafsiloti ustida to'xtalib ketmagan. Namozni misolga olsak, rukuga, sajdaga buyurgan. Atigini, oqshimi va kun qayrilganda namoz o'qishga buyurgan. Bamdod va xufton namozlarini tilga olgan oyatlar bor. Ammo har vaqtlik namozning qancha rakat tartibi, har bir rakatda qancha qatim sajda qilamiz, qiyomda oyatlarni qandoq o'qiymiz, ruku sajdalarda nima deymiz, tashahhudchi, savallik sajdasi qatorliq tafsilotlar bo'lsa, payg'ambar alayhisolamning ish izlari va so'zlari bo'lgan hadis shariflarda bayon qilinadi. Halbuki Alloh taolo payg'ambar sizlarga berganni elinglar degan. Hashr surasi 7-oyat. Payg'ambar alayhisolam namozni men qandoq o'qigan bo'lsam, sizlarmi shundoq o'qinglar degan bo'lib, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam butun namozlarning o'qilish usuli va qoidalarini amaliyotida ko'rsatib va so'zli tafsili bayon qilib bergan. Biz ahli sunna jamoatiga tava Sharqiy Turkiston musulmonlari ta islom dinini qabul qilgandan tunji damdan buyon namoz o'qishni dunyodagi boshqa umum musulmonlardek payg'ambar alayhisolamning hadis shariflari orqali ado qilib kelyapmiz. Undaqda namozning tafsili jarayonini bayon qilgan hadis shariflarni qabul qilmaydigan azg'un Qur'onchilar toifasi namozni qandoq o'qiydiganda? Peshinni 2 rakatga, bamdodni 3 rakatga o'zgartimiz demdiganda. Har bir rakatdagi tartibni qandoq bekitdiganda? Oldi bilan sajda qilib o'tib, keyin ruku qilib, andin qiyomda turibla salom berishni taklif beramdiganda. Ha rost, salom berishmi Qur'onda yo'q, yoki bir sotkada 5 vaqt namoz o'rniga bizga 3 vaqt namozni taklif beramdiganda. Vatanda uzun muddat diniy ilmlarni tahsil qilib, Azhar universiteti Usuliddin fakultetini bitirgan ilmiy asosi puxta bir saboqdashim menga o'zining bundan 20 yilcha burun Istanbulda hadisni e'tirof qilmaymiz deb turib olgan bir Qur'onchi Uyg'ur bilan munozirlashib qolganida, undaqda o'zlari 5 vaqt namozni hadis shariflarsiz qandoq usulda o'qiydilar degan savoliga u Qur'on biri darhol Allohni ulug'lagan va Qur'onni kamtuk deyishdan poklaydigan qiyofatga kirib olib, sual so'rag'uchiga sen tap tortmasdan Alloh subhanahu va taoloni to'liq bayon qilmadi, Qur'onda yetarsizlik bor demoqchimisan? Qur'ondagi namoz tafsilotlari qani deb savol qo'yib, Allohning oyatlarini yo'q chiqarmoqchimisan? Sendaklar haqida Alloh Qur'onda bizni ojiz bilib oyatlarimizni yo'q chiqarish uchun tirishquchilar, ana shular ahli do'zaxdir deydi. Haj surasi 51-oyat. Biz baştala ta'kidlab qo'yamiz. Oyatlar har qancha ko'p bo'lsa-mu, har qaysing Qur'onga ishonmaganliging uchun senlarning agriligingni o'ngishayolmaydi deyish. Albatta bu aqmisimu ushug'liq qilib oldiga o'tib oladigan, sen degucha men davolaylar berdigan javob. Hech bo'lmasa, mashina deb turib olgan bo'lsa-mu, u Qur'onchi Uyg'urning yuzi sal susroq qizargan bo'ladi. Yana biri Arablar jahiliyatda namozni biladi va biz o'qigan rakat soni va shaklida o'qiydi. Lekin namozni ravurus ado qilmaydi. Shunlashqa Makkada ularga namozni ravurus ado qilish buyrug'i kelgan. Ya'ni namozni xushu bilan o'qinglar deyilgan. Masalan, Fatir surasi 18-oyat, 29-oyatlar, Shura surasi 38-oyat, Rum surasi 31-oyatlarda aqamus salat, namozni ravurus ado qiladiganlar. Aqimus salat, namozni ravurus ado qilinglar deb kelgan. Ular aslida namozni o'qishni bilgachga, ularga namoz o'qishni o'rgatib yurmagan. Faqatla ular diqqat qilmagan xushuni barpo qilishga buyurganki, namoz ularning axloqini ruslasin. Ularning namozni bildiganligining isboti shuki, Ibrohim alayhisalom Parvardigorim, meni va avlodimni namozni ado qilg'uchi qilgan. Parvardigorimiz duoyimni qabul qilgan degan. Ibrohim surasi 40-oyat. Alloh taolo Ismoil alayhisalom haqida: "Ey Muhammad, kitobda, ya'ni Qur'onda Ismoilning qissasini bayon qilgan.
u haqiqatan va'dasida rostchil, ham rasul, ham payg'ambar edi. U oilasidagilarni namoz o'qishga buyurdi degan. Maryam surasi 54-55 oyatlar. Payg'ambar alayhissalom Ibrohim va Ismoil alayhissalomlardan mutawatir kelgan bo'yicha va buvisi Ismoil alayhissalomning yuqorqi vasiyatini ado qilgan asosda namozni o'qib kelgan. Ey Muhammad, oilandagilarni va ummatini namozga buyurgan. O'zingmi uni ado qilishga chidamliq bo'lgan. Taha surasi 132-oyat degan javobidir. Qur'onchining Qur'onda namoz o'qish shakli haqidagi tafsilotining yo'qligi haqida qilgan bu yangi sharhi haqiqatan ajoyib bo'lib, buni ilgari biror toifa yoki biror Qur'onchi deb baqmagan. Hech qanday bir logikaga yoki ilmiy qoidaga tushmaydigan bu gapi ajoyib g'aroyiblar qatoridan o'rin olishga nomzod bo'la oladi. Yuqoriqilarni ixchamlaydigan bo'lsak, demak, Payg'ambar alayhissalom zamonidagi arab mushriklarimi, musulmonlarmi namozga aloqador hamma tafsilotni biladi. Shunga uni Qur'onda bayon qilib o'ltirish vaqt zoya qilganlik bo'ladi. Hayhat, bu qarishchi bo'lganda Abu Jahil, Abu Lahab qatorliq mushriklarning hammasi biz o'qigandek 5 vaqt namoz o'qiydi, lekin namozlarda xushu yo'q edi. Namozni kechiktirib o'tadi. Shunga xushu bilan vaqtidan kechiktirmay o'qishga buyurishlar yetarli edi. Bu gap bir qarashga xil yomon emas javobda ko'rinsimi, amaliyotda bu Qur'onchilarni o'rug'i ittiradigan javobdir. Vaholanki, Qur'onchilar jahiliyatdagi mushriklarning bizga o'xshash namoz o'qishni bildiganligini qandoq bilgan? Qo'llarida biror samaviy kitob bor bo'lib, shu orqali bilganmi yoki ularning namozini avlodma-avlod bir-biridan anglab olgan Ibrohim va Ismoil alayhissalomlarning ko'rsatmalaridan bilganmi? Albatta ular paloni samaviy kitob orqali bilganmiz deyolmaydi. Agar payg'ambarlarning ta'limotlaridan bilganmiz desa, undaqda jahiliyatdagilar Ibrohim va Ismoil alayhissalomlarning sunnatiga agashsa bo'ladi-yu, biz tuganchi payg'ambarning sunnatiga agashsak nima uchun bo'lmaydi? Darvaqa ularning bu tariqada javob berishining o'zi Qur'onchilarning asosini butunlay ag'dirib tashlaydi. Chunki jahiliyat mushriklari payg'ambar alayhissalom o'qigandek shakl va usulda namoz o'qiydigan bo'lsa, samaviy kitobdan birarsiga tayanmasdan, ilgirki bo'g'indan keyingi bo'g'inga rivoyat qilish va o'g'inish orqali naql qilganni qabul qilish deganlik bo'ladi. Qur'onchilarning buni bir qatam qabul qilishi bu prinsipni har qatamda qabul qilishni muqarrar qiladi. Arab mushriklarining Ibrohim alayhissalomdan rivoyat orqali o'rgangan sunnatidan biz musulmonlarga nisbatan musulmonlarning Muhammad alayhissalomdan rivoyat orqali o'rgangan sunnati texmi go'zal emasmi? Arab mushriklari rivoyat orqali Ibrohim alayhissalomdan namoz o'qishni o'rgansa bo'ldi-kanu, biz namoz o'qishni Muhammad Mustafa alayhissalomdan rivoyat orqali o'rgansak bo'lmamdikan? Xo'p, Qur'onchilardek Arab yarim orladagi arab mushriklari namoz tafsilotlarini biladi deb mo'torayli. Undaqda bu xil namoz o'qishni uqmaydigan yurtlardagi g'ayri arab musulmonlarcha ularmi namoz tafsilotini o'zlaridan ilgariroq o'tgan musulmonlardan rivoyat va naql orqali o'rganmaganmi? Demak, bu yerda naql yo'li mundaq bo'ladi. Ibrohim va Ismoil alayhissalomlarning agashkuchilari keyingilarga toki Muhammad alayhissalomgacha avlodma-avlod naql qilgan. Ondan payg'ambar alayhissalomning agashkuchilari o'xshash tariqada dunyoning har qaysi joylariga naql qilgan. Bularning hammasi samaviy bir kitobda bo'lmasdan faqat naql qilingan. Undaq bo'ladigan bu ahvol payg'ambar alayhissalomning ish izlari va so'zlarini eg'izdan eg'izga naql qilishga, ya'ni hadis sharifga texmi ishonch qo'shmamdi. Halbuki hadis sharif bo'lsa Qur'onchilar butunlay ag'dirmoqchi bo'lgan manbadir. Hatto mundaq deyishga to'g'ri keladi. Namoz degan ruku, sajda va qiyomdan iborat emas. Uningda Qur'on tilovat qilishmi bor. Har bir rakatda aqalli taqdirda Fatiha tilovat qilinadi. Qur'onchilar haqiqatan Qur'on payg'ambar alayhissalomga Makka da nozil bo'lishdan burunla Makka da Qur'on bor edi va hamma kishi Fatihani biladi deb qaramdi. Agar Fatihani tilovat qilish arab mushriklari biladigan namozga qo'shib o'tilgan deb qaraydigan bo'lsa, undaqda Qur'onchilarning qoidasi bo'yicha musulmonlarga buni o'rgatadigan biror oyat bo'lishi kerak. Qur'onchilar Fatiha o'qish kerak deb qaraydigan bo'lsa, mushundaq deyishga to'g'ri keladi. Fatiha o'qish kerak emas desa, bu boshqa gap. Yuqorqi 3 xil faraz arab mushriklari biz o'qiyotgan namozning o'zini aynan biladi degan gapning ustiga qurilgan bo'lib, bular Qur'onchilarning da'vosini tegidan ag'dirib tashlashga yetarli. Chunki aqli joyida bir kishining bu da'voni qabul qilmaydiganligi aniq. Lekin ularning da'vosini ag'dirishda yuqorqi farazlarga hojat yo'q.
Chunki birinchidan namozni ravurus ado qilishdagi xitob mo'min va musulmonlarga qilingan. Chunki kafir mushriklar kufr va shirkdan ayrilib, qalbiga va aqliga iymon o'rnamog'icha ularni namozga chaqirishni tasavvur qilg'ili bo'lmaydi. Ikkinchidan, arab mushriklari namoz o'qishni biladi. Xushu bilan ravurus o'qishni ta'kidlangan. Chunki oyatlar iqomatis salat, namozni ravurus ado qilishga buyurib kelgan deganlik. Bu namozning aslida Ibrohim alayhisalomdan burungi chaqlarda mushu shaklda bor edi. İbrahim alayhissalomning kafir qavmimi mushu tariqada namoz o'qiydi deganlik. Undaq bo'lmasa, İbrahim alayhissalomning degan duosi ma'nisiz bo'ladi. Chunki İbrahim alayhissalom tuvandagi duoda namozni iqomat qildiganlardan qilgin degan. Parvardigorim, meni va avlodimni namozni ravurus ado qilg'uchi qilgin. Parvardigorimiz, duoyimni qabul qilgin degan. İbrahim surasi 40-oyat. Demak, İbrahim alayhissalom namoz o'qiydiganlardan qilgan demay, namozni ravurus ado qildiganlardan qilgan degan. Bu Qur'onchilarning mantiqi bo'yicha namoz o'qish İbrahim alayhissalomning kafir qavmida allaburun bor edi. Hazrat İbrahim namoz shaklini kafir qavmidan o'rgangan deganlik. Uchinchidan, Qur'onchilar biz Qur'on ahlimiz deb da'vo qiladi. Halbuki Qur'onda sizlarning dininglar o'zinglar uchun, mening dinimmi o'zim uchun deb xitob qilingan. Bu deganlik biri-biridan ayrim va o'xshash bo'lmagan ikki xil dinning bo'lishidir. Halbuki Qur'onchilar da'vo qilgandek payg'ambar alayhisolamning vazifasi ba'zi bir qo'ngan chang to'zonlarni tozalab o'tishlar emas. 4-chi va eng muhimi, Qur'onchilar o'zlari bir yolg'onni to'qib, uningga o'zlari ishinib qolgan. Kim deydi, islomiyat faqatla namozni undaq shaklda o'qimay, ravurus o'qish qilib buyurgan deb. Dastlabki chaqlarda nazil bo'lgan oyatlarda namoz o'qiyotgan bandini, ya'ni Muhammad alayhisolamni to'sqan odamning holini menga aytib bersangchi deb kelgan. Alaq surasi 9-10 oyatlar. Nauzubillah. Bu Qur'onchilarning nazarida ma'nisiz ish bo'lib qoladi. Chunki ularning nazarida Makka mushriklarimi namoz o'qiydigan tursa, namoz o'qiyotgan bandini, ya'ni Muhammad alayhisolamni qandoqsiga namozdan to'sidi. Dastlabki oyatlardan yana bir oyatda kafir Qur'onga ishonmadi, namoz o'qimadi. Qiyomat surasi 31-oyat. Arab mushriklari biz namoz o'qigandek namoz o'qiydigan bo'lsa, bu oyatning nima ma'nosi? Dastlabki oyatlarda yana ular jannatlarda bo'lib, gunohkorlardan sizlarni do'zaxga kirgizgan nima deb so'raydi. Ular javoban aytadi: biz namoz o'qiydiganlardan emas edik deb kelgan. Bu oyat namoz o'qiydiganlardan deydi. İqomatis salat, namozni ravurus ado qiladiganlardan demidi. Bu yerda so'z do'zaxga kiradigan kafirlar haqida bo'lyotidi. Albatta, Qur'onchilarning Muhammad alayhisolamga Qur'ondan boshqa vahiy tushmagan degan gapini anglagan har qanday kishi namoz masalasida Qur'on namozning tafsilotini bayon qilmagan tursa, undaqda namozni qanday o'qiymiz? Hozir musulmonlar o'qiyotgan namozlarning shakli, vaqti va rakat soni Alloh rasuliga qilgan vahiymi yo'qmi? Buni Allah belgilganmi emasmi deb savol qo'ymay qolmaydi. Qur'onchilar buni Allah belgilgan desa, hadis sharifni rad qila olmaydi. Ular har qancha bu namozlar va shakllari Ibrohim alayhisalom zamonidan bor edi, avlodma-avlod miros qolgan deb gap yo'rg'ilitib baqsimi bekor. Chunki bu gap Qur'onda yo'q. Qur'onda bo'lmagandan keyin ularning bu gapining tayanchi nima? Albatta, Qur'ondan topolmasa, birdan bir chora sunnat bilan isbotlashdir. Undaq bo'ladigan payg'ambar alayhisolamning namozning tafsilotini o'rgatgan hadislarni tutmay amal yo'q. Natijada bu payg'ambarga tushgan Qur'onda bo'lmagan ilohiy vahiy bo'ladi. Bu yerdagi muqarrarlik Qur'onchilarni butunlay tugashtirdi. Hozirgi ba'zi Qur'onchilar bu turli savollarga javob berishdan ojiz kelib qolsa, pichoq solingan qo'y tepchaklab baqqanga o'xshash ba'zi bir gaplarni qilib baqidi-yu, ammo behuda. Masalan, ba'zilari mundaq deb baqidi: Qur'onda bayon qilinmagan namozga aloqador tafsilotlar payg'ambar sunnati. Payg'ambar sunnati degani biz tushungan sunnat emas, ya'ni payg'ambar o'zi bekitib olgan, biz xohlasak olsak bo'ladi. U tafsilotlar Qur'onga zid bo'lmagandan keyin musulmonlarning birligi uchun va payg'ambarga ergashib olsak yaxshi. Shundaqdimi Qur'ondagi xushu va boshqa shartlarga uyg'un keladigan, xohlagan bir shaklda namoz o'qiydiganlar bo'lsa, ixtiyori. Peshindan boshqa namozlarning vaqtlari Qur'onda bayon qilingan. Peshin vaqtining dalilini Qur'ondan topolmaymiz. Undaqda peshin namozi farz emas, sunnat bo'lamdi, kesib aytolmaymiz. Yaxshisi ehtiyotan o'qish. Lekin namoz shakli va tafsilotlari haqidagi kashila yanada hal qilinmagan bo'ladi. Uni Qur'ondan olg'ili bo'lmaydi.
Natijada bu tafsilotlar İbrahim va Muhammad alayhissalomlarning va ulardan ilgirki payg'ambarlarning sunnati. İlahi farz emas deb turib olmay amal yo'q. Shunlashqa kishi bir necha rakat shaklda rukudan keyin sajda qilishdek yoki bir rakatda bir sajda qilishdek yoki boshqa bir shaklda o'zi afzal deb qaragan tarzda to'g'rilab hal qilsa bo'ladi. Biz payg'ambardan butun ummat qabul qilgan namoz o'qish shaklini qabul qilishni afzal deb qarasaqmi, bundaq o'zi bilgan usulda namoz o'qiganlarning namozi joiz emas yoki maqbul emas deyolmaymiz. Chunki namozning bu tafsilotlari Qur'onda yo'q. Shunga bu sen bilan Alloh o'tirdagi ish deymiz. Hadis sharifni rad qilish Qur'onchilarni mana mushundoq bechora holga tushirib qo'ygan. Janobi Alloh payg'ambarlarga namoz o'qishni vahiy qilgan va ularni bizning amrimiz bo'yicha kishilarni bizning dinimizga yetaklaydigan peshvolar, ya'ni payg'ambarlar qildik. Ularga biz yaxshi ishlarni qilishni, namoz o'qishni, zakot berishni vahiy qildi. Ular bizga xolis ibodat qiladi. Anbiya surasi 73-oyat degan tursa, namoz o'qish tafsilotlarini payg'ambarlar o'zlari xohlagancha bekitgan deyish sepi o'zidan bema'nilik. Yana namozning tafsiloti Qur'onda yo'q, Qur'onda bo'lmaganni olmaymiz deyish bilan birga uni sunnat deb bekitish paradoks va o'zini inkor qilish. Bamdod, asr, sham, xubdan 4 namozni butun ummat qabul qilgachqa o'qish afzal deyish bilan peshinnimi butun ummat farz deb qabul qilgandan uni ehtiyotan o'qiymiz deyishmi ham zidliq. Butun ummat peshinni nada ehtiyotan debdikan? Payg'ambar alayhissalomning sahoba kiramlari ibodat masalalarini payg'ambar alayhissalomdan so'rab, uning amaliy ishlaridan o'rganib, avlodma-avlod o'rgatib va rivoyat qilib qoldirmaganmi? Ularning farzandlari va keyingi avlodlar payg'ambar alayhissalomning ish izlarini va namoz o'qish usulini so'rasa, ular so'zlab bermay jim turib olganmi? Qur'onchilar ularni rivoyat qilib qoldirmagan deyalamdi. Qoldirgan bo'lg'achqa jami musulmonlar birdek ittifoq bo'lgan 17 rakatlik 5 vaqt farz namoz va har bir rakatda bir ruku, 2 sajda, har vaqtlik farz namozning rakat soni qatorliq tarixiy haqiqat monument deb turibdi. Ular qoldirgan hadislarni dalil qilish qandaqsiga aqmas ish bo'lib qoladi. Bu xazinani tashlab Qur'onchilarning azg'onlarcha joylamalariga quloq solish ahmoqlik emasmi? Ey Qur'onchilar, mushu halinglar bilan Qur'onni tutimiz demsizlar. Musulmonlarning namoz o'qish usuli xato bo'lsa, namoz usullari va vaqtlari qachon o'zgarib ketgan? Rostchil bo'lsanglar, o'zgarganligini Qur'ondan boshqa manbadan isbotlab beqinglar. Asla mumkin emas. Uning ustiga sizlar nimaga asosan zamondosh musulmonlar o'qiyotgan namoz shakli va tafsiloti Qur'onga uyg'un deb yakunladinglar? Kim nadi degan? Kunimiz musulmonlar o'qiyotgan namoz shakli afzal deganinglarga Qur'ondan o'z qoidalariga mos keladigan dalil yo'q. Bo'lsa hozir biz o'qiyotgan tariqada mushundoq o'qisa yaxshi bo'ldiganligiga Qur'ondan dalil keltiringlar. Albatta Qur'ondan dalil keltirolmaysizlar. Albatta Qur'ondan dalil keltirolmaysizlar. Undaqda namoz mundaq o'qiladi, lekin musulmonlar o'zgartirayotgan deydiganga sunnatdan dalil keltiringlar. Shubhisizki sunnatdanmi dalil keltirolmaysizlar. Undaqda sizlarning nazaringlardagi namoz shaklini sunnatdan ko'rsatib beringlar. Tarixda birarsi palani namoz muncha rakat edi, muncha rakatga o'zgarib ketdi deganmi? Demak, sizlarning nazaringlarda namoz tafsiloti Qur'onda yo'q. Sunnatdami aniq bekitilmagan bo'lsa, sahoba kiramlardan payg'ambar alayhisalomning namozni men qandoq o'qigan bo'lsam, sizlarmi shundoq o'qinglar degan ko'rsatmasiga binoan mutawatir naql qilinmagan taqdirda musulmonlar bugungi namoz o'qish shaklini nadan topib olgan? Mundaq qilib aytganda, dastlabki davrdagi musulmonlar Qur'ondan namoz o'qish shaklini qachon va qayerda o'rgangan? Alloh taolo payg'ambariga tunji qatim namozni ado qil deb musulmonlarga namozni ado qilinglar deb buyurganda, payg'ambar alayhisalom to'liq nozil bo'lib bo'lolmagan namozga munosabatli boshqa oyatlarni to'plab, hozirgidek namoz o'qish shaklini paydo qilganmi yoki boshqa oyatlarmi biroqla nozil bo'lib bo'lganmi? Halbuki namoz o'qinglar deganda sajda qilinglar va ruku qilinglar degandek boshqa namozga aloqador oyatlar to'liq nozil qilinib bo'lmagan, hammasi biroqla nozil bo'lgan deydiganlar yo'q. Undaqda ular namozga munosabatli jami oyatlarni jamlab mukammal namoz o'qish shaklini bilmay turib qandoq namoz o'qigan? Qur'onchilardan bu savollarga texchi birarsi javob berib baqqani yo'q. Qur'onchilarning namozni Qur'onga tayinib qandoq o'qish haqidagi qo'llashmagan gaplari mana mushunchalik. Albatta ular
Isra Mirajnimi asosi yo'q rivoyat deb inkor qilganlikdan Sahihayn va barliq hadis kitoblaridagi payg'ambar alayhissalom Mirajga chiqqanda namozning 50 vaqt farz qilinganligi, Alloh subhanahu va taoloning namozni 50 vaqtga barobar deb hisoblanadigan 5 vaqtga tushirib farz qilib berganligi bayon qilingan hadislarni yolg'onga chiqarishidir. Bir sotkada 5 vaqt namoz farz ekanligi yuqorqi va Sahihayndagi bir kishining ishki oldida bir o'stan bo'lsa, uningda kuniga 5 qatim yuyunsa, uning badanida kir qoldiramdi. 5 vaqt namoz ana shunga o'xshaydi. Alloh shu orqali kichik gunohlarni yuyib yetadi. Sendan Alloh bilan so'raymanki, Alloh sen orqali bizni bir kecha kunduzda 5 vaqt namoz o'qishga buyurganmi deb so'rag'uchiga payg'ambar alayhisalomning albatta shundoq deganligidek nurg'un hadis shariflarda aniq. Qur'on Karimning payg'ambar sizlarga akelganni elanglar degan buyrug'i bo'yicha payg'ambar alayhisalom yetkazgan va musulmonlar uni payg'ambar alayhisalomdan olgan. Jami musulmonlar namozning 5 vaqt ekanligida birdek ittifoq. Namozning 5 vaqtligiga qil sig'maydi. Albatta, Qur'onchilar nazarida chashgoh namozi, hayit namozi va tarovih namozlaridek namozlar yo'q. Musulmonlar nazarida Qur'onda 5 vaqt namozning ba'zi oyatlarda Nur surasi 58-oyatda bamdod va xubdan deb aniq tilga ilingan. Ba'zi oyatlar Qaf 39-40-oyatlar kun chiqishdan va kun petishdan burun va kechada namoz o'qishga buyurgan. Ba'zi oyatlar Baqara surasi 238-oyat namozlarni bo'libmi o'tir namozni qo'ldan bermaslikka buyurgan. Yana ba'zi oyatlar, ya'ni Rum surasi 17-18-oyatda atigini oqshimi kun qayrilganda va kech kirganda namoz o'qishga buyurgan. Yana ba'zi oyatlar Hud surasi 114-oyatda atigini oqshimi va kechining dastlabki qismida namoz o'qishga buyurgan. Shundaqla ba'zi oyatlar, ya'ni Isra surasi 78-oyatda kun qayrilgan vaqtdan tartib qarong'i tushgan vaqtga qadar namoz o'qishga buyurgan. Hazrat Ibn Abbas radhiyallohu anhuma Rum surasi 17-18-oyatlarni oqshomda sham bilan xubdan, atiganda bamdod, kechdan burun digar va tush vaqtida peshin deb tafsir qilgan va u oyatlarda 5 vaqt namoz jamlangan degan. İmam Abu Lays Samarqandiga o'xshash ba'zi mufassirlarimiz namozning 5 vaqtligini nuqul Qur'on oyatlaridan yakunlab chiqarishga tirishib baqqan bo'lsa-mu, namozning 5 vaqtligi yuqorqi oyatlar va payg'ambar alayhisolamning mutawatir darajasiga yetgan hadis shariflari bilan barqarordir. Lekin hadis sharifni rad qiladigan Qur'onchilar duch keladigan eng qiyin masala namozning butun tafsilotini Qur'ondan suzib elish bo'lg'achqa, o'z ichlarida namoz haqida ixtilof qilishgandek ig'ir ixtiloflashib baqmagan. Ular namozning tafsilotida ixtiloflashib qolmay, namozning necha vaqtligini bekitishdimi o'zaro qattiq ixtiloflashgan. Natijada ajoyib kulkilik yakunlarni chiqarishgan. Qur'onchilar toifasining bir bo'lki bo'lgan Hindiston, keyingi Pokiston Lahordagi Chakralaviya toifasi namozni 3 vaqt deb digar bilan Shamni inkor qilgan va har bir vaqtlik namozni 2 rakat, har bir rakatda birli sajda bor. Rukudan turmayla sajdaga bordi. Sajdadan keyingi zikrdan keyinla namoz oxirlashidi deb bekitib olgan. Ammo Hindistondagi Ahmadiddin toifasi bo'lsa 2 vaqtli farz namoz bor. Xolisa 1 rakat, xolisa 4 rakat o'qiydi degan bo'lib, ular namozda nima o'qish muhim emas, qiblaga yuzlanishmi kerak emas deb qaragan. Lekin yaqinqi vaqtlarda bularning agarkuchilari 5 vaqt namoz o'qimoqda. Yana bugungi Pokistonning Multandagi Rafiuddin toifasi tahajjud, bamdod, peshin va kechqurundan iborat 4 vaqtli farz namoz bor. Tahajjud bilan bamdodda kun chiqishga, peshin bilan kechqurunda kun patishga yuzlanamiz deydi. Bu toifaning qo'yrug'ini qum bosib yo'qolib ketgan. Yana bir qism Qur'onchilar namoz tafsilotida to'xtalmagan va umum musulmonlarga o'xshash namoz o'qiganligini ifodalagan. Ular rakat soni va jarayoni ustidami uzun to'xtalmagan. Bularning ba'zilari payg'ambar alayhisolamning Baytul Maqdisga yuzlanib namoz o'qib, keyin Makkaga yuzlanib namoz o'qiganligi Qur'onda yo'q. Lekin musulmonlarning birligi uchun Makkaga yuzlanish Qur'on ko'rsatmasiga uyg'un. Namozning tafsiloti ustida Qur'on to'xtalmagan. Namoz o'qish usulini biz xohlagancha o'zgartib almashtirish huquqimiz bor degandek joylabmi baqqan. Liviyalik sudchi Mustafa Kamal al-Mahdavi hadis sharifni bir butun rad qilmasimi, namoz masalasida Qur'onchilar nuqtasidan chiqib, bamdod namozidan boshqa 2 hayit namozidan iborat subhi namozi bor. Shunga namoz 6 vaqt deb qaraydi.
Qur'onchilardan yana kunimizdagi mavjud namozni tamoman inkor qilib, namozni boshqacha sharhlaydiganlarmi, yuqorqilardan boshqa har xil bir narsalarni deb baqadiganlarmi ko'p. Biz faqatla yuqorqilar bilan ko'p aylandik. Qur'onchilarning nazaridagi namoz mana shundoq. Ayni kim ashti savdosiga tashlangan qurilish planidek har kim o'zi xohlagancha taklif berib yasab bitirib oladi. Bu ma'lumotning ahvolning hadis sharifni rad qilishning tabiiy natijasi ekanligida shak yo'q. Bu ishda dastlabki davrlardagi Qur'onchilar va xavorijlar allaburun bu yo'llarni besib bo'lgan. Imom Shafiiy hazratlari Ilmning Uli degan kitobida ular bilan munozirlashgan va ularning namoz va zakotda belgilimi yo'q. Kunda 2 rakatli namoz o'qisimi, namoz degudek bir narsa o'qisa, zakot degudek bir narsa bersa, bo'ynidagi vojibni ado qilgan bo'ladi. Qur'onda oyat bo'lmasa bir kimga farz qilish bo'lmaydi deganligini naql qilgan. İmam İbn Hazm al-Andalusimo xavorijlardan Abu İsmail al-Bittihi qatorliq bir qismning atigini bir rakat, kechqurun bir rakat namozdan boshqa farz namoz yo'q deganligini naql qilgan. Demak, o'tgan asrlardagi Hindiston, Pokistonlardagi bo'lsin yoki zamonimizdagi arab diyorlarida yoki Turkiyada paydo bo'lganlar bo'lsin, Qur'onchilarning yildizi Imom Shafiiy davridagi azg'un xavorijlarga berib tutishdi. Navoda ular hadis sharifni qabul qilgan bo'lsa, bu turli kalampaylikdan, azg'unlikdan qutulgan bo'ladi. Chunki hadis shariflar namozga aloqador har bir ishning tafsilotini birma-bir aniq bayon qilgan. Sahoba kiramlar payg'ambar alayhisolamning qanday namoz o'qiganligini ko'rgan bo'lsa, o'zlari aynan shunday tatbiqlagan va bizga aynan yetkazgan. Alloh taolo bizga haqiqatan o'z kitobidagi ahkomlarni tafsiliy bayon qilib berdigan payg'ambarni avatib, bizlarga Qur'on Karimda payg'ambar sizlarga akilganni elinglar deb buyruq qilgan. Qur'onchilar bu buyruqni anglamaganlikdan gumrohlikqa yuzlangandir. Sajiya Islom tadqiqot markazi